Assalomu alaykum hammaga. Inshaalloh tez orada boshlaymiz promo efiri. Ko'rsanglar bo'ladi, biz tayyormiz. Sovg'alarimizni tayyorlab qo'yganmiz. Assalomu alaykum. Я уже начинал. Житель, подписчики надо, чтобы зашли. Угу. Давай, тоже сайт. Assalomu alaykum. Xo'p, biz sovg'alarimizni random programmamizni tayyorlab qo'yganmiz. Ko'rsanglar bo'ladi, bu yerda sovg'alarimiz уже o'ynaladigan kompressor to'plam, mo'shi to'plami, salon to'plamlarimizni tayyorlab qo'ydik. Bugun inshaalloh Rossiyada bo'lib o'tadigan drift shouga biletimizni ham o'ynaymiz. Hammanglar aktiv bo'lib tursanglar, promo efirda. Oxirida driftga biletimizni o'ynaymiz. O'zingizlar ko'rib turasizlar. Ko'pchilik hop so'rayotdi, qaysi random programma ishlatasizlar deb. Mana shu programmadan foydalanyapmiz. Hop, ukalar, bu programmada hech qanaqa aldov, yolg'on bo'lmaydi. Inshaalloh biz ham oldin tekshirib ko'rdik. Qanaqa tartibda chiqarib beryapti, buni nima deydi? Izlom qilsa bo'ladimi, yo'qmi, o'sha narsalarni ham tekshirib ko'rdik. Unaqa bo'lmasa ham, shuning uchun mana shu programmani tanladik. Inshaalloh kuzatib tursanglar, birinchi marta mo'yka to'plamlarni, balon to'plamlarni, salon to'plamlarni ozgina o'ynaymiz. Oxirgi sovringa, xudo xolasa, biletimizni qo'yamiz. Ko'pchilik yana eslatib qo'yaman, bu yerda biletimizni borib qaytish, o'tda turadigan gostinitsa, yeb ichar, hamma joy, yo'l kira, rasxodlar bizga tarafdan qoplab beriladi. Sizlardan faqat zagran pasportinglar bo'lsa, borib o'sha yerda birgalikda ko'rib kelish faqat talab qilinadi sizlardan. Inshaalloh bizdan narsa xarid qilganlar, tovar xarid qilganlar, biz ularga kod berganmiz, ularga o'zligini tartib raqamligini berganmiz. Lekin bizning Instagram sahifamizga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, Telegram sahifamizga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, unda boshqatdan qilishimizga to'g'ri keladi.
tekshirishimiz kerak. Instagramimizga, Telegramimizga obuna bo'lib qo'yinglar обязательно. Xo'p. Xudo xolisa главный prizimizni sentyabr oyining o'rtalarida bo'lib o'tadigan выставkamizda matizimizni o'sha kuni o'ynaymiz. Hammalarni выставkaga taklif qilamiz. Xo'p, unda boshladi. Xudo xolisa boshlaymiz. Birinchi to'plamimizni, o'ynaladigan to'plamimizni inshaalloh mana mo'yka to'plam bo'ladi bu yerda. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, salfetkamiz, mikrofibrali salfetkamiz. Xo'p, gubkamiz, varishkali gubka, varishkamizning o'zi 1 litr suv ko'taradigan transformer cheligimiz o'ynaladi birinchisida. Xo'p, kuzatib aktiv bo'lib turinglar. Xo'p. Biz уже bu yoqqa kirit bo'lganmiz, hamma tartib raqamlar joylashtirib bo'lingan bu programmaga. Biz faqat mana obnovit tugmasini bossa bo'ldi, o'ynaladi. Xo'p, bismillah. Inshaalloh. Birinchi mo'yka to'plamimizni mana yutib olgan odam 4-nomerli. 4-nomerli odam. Hozir men sizlarga ismlarini aytib o'taman. Xo'p, 4-nomer bizda Islamov Shohruh aka. Islamov Shohruh aka bo'ldilar. 4-o'rinda. Bu to'planma egasi уже aniq bo'ldi. Inshaalloh bizning nomerlarga, o'sha yerda ko'rsatilgan nomerlarga okalar aloqaga chiqsanglar, kim sovg'alarimizdan yutib olgan bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, bolalar qayerdan olib ketish kerakligini tushuntirib yuborishadi. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Birinchi mo'yka to'plamimizning egasi уже aniq. Mo'yka to'plamimizning egasi Islamov Shohruh aka bo'ladilar. Ular bizdan narsa xarid qilib, tovarlarning cheklarini, ism familiyalarini va sotib olgan tovarlarning rasmini уже bizga jo'natganlar. Xudo xolisa, endi ikkinchi sovg'amizni o'ynaymiz akalar. Xo'p. Xo'p, ikkinchi sovg'amiz bu yerda ko'pchilik Spark haydaydigan akalar buni bilishadi. Juda kerakli narsaligini. Bilsanglar, Sparklarda suv qaynab ketadi. Bilolmaysizlar qanaqa temperaturaligini. Bu head-up displeyimiz bo'ladi. Upakovkada, korobkada bo'ladi. Garantiyalari hammasi bor. Bu tovarimizga ham 1 yil garantiya beriladi. Ko'rsanglar bo'ladi. Head-up displey va bu yerda salfetkamiz o'ynaladi ikkinchi sovg'amizda. Xudo xolisa, inshaalloh kuzatib turinglar. Sovg'amizni ham inshaalloh bismillah. Xo'p, 15-raqam ikkinchi sovg'amizni Toshpo'latov Asilbek Ibrohim o'g'li. Toshpo'latov Asilbek, agar prямой efirda o'tirgan bo'lsangiz, bizga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Bu sovg'alaringizni bolalar qayerdan olib ketishingiz kerakligini aytishadi sizga. Garantiyalarni yozib berishadi bu tovarimizga. Xo'p, tabriklaymiz Toshpo'latov Asilbek aka. Xo'p. Okalar, yana o'ynaymiz. Bu sovg'alarimizdan yana bor. Bularni o'zimiz yana bir haftadan keyin inshaalloh qolgan yarmini o'ynaymiz. Ungacha ham sizlar narsa xarid qilib, sotib olgan tovaringlarni bizga bergan nomerlarga yoki mana shu Instagram sahifamizdagi nomerlarga ism familiyalarni, sotib olgan tovaringlarning rasmini jo'natib qo'ysanglar, qayerdan olganinglar bilan bolalar sizlarni qo'shib qo'yishadi va tartib nomeringlarni, tartib raqaminglarni berishadi. O'sha tartib raqam bo'yicha bu yerda randomda o'ynaymiz. Tartib raqamingiz to'g'ri kelsa, mana shu sovg'alarning egasi bo'lasiz. Xudo xolisa inshaalloh. Xo'p, ikkinchi mo'yka to'plamimiz. Hamma uyda mo'yka qilish yaxshi ko'radigan aka-ukalar uchun juda kerakli narsa. Unaqa chelaklarni ham ko'pchilik qiziqtiryapti. Bu chelakning nima foydali tarafi bor? Bagajingizga qo'yib qo'yganingizda joy egallamaydi, lekin 11 litr suv ko'taradi. O'tib-o'tidan suv qo'yib yubormaydi. Suv qo'yib yuborsa, biz almashtirib beramiz. Bemalol, problemasi yo'q bu yerda. O'sha bu ikkinchi mo'yka to'plamimizni o'ynaymiz inshaalloh.
kuzatib boringlar. Hop, bismillah, boshladi. Hop. 24-raqam Abdug'ani aka. Hop, Abdug'ani aka, mo'yka to'plamingiz muborak bo'lsin. Instagramimizda nomerlarga telefon qilsangiz, bolalar qayerdan olib ketishingiz kerakligini, qayerdan olib borib berish kerakligini yoki gaplashib olsangiz, bemalol olib ketsangiz bo'ladi. Inshaalloh yaxshiliklarga ishlating. Bizani eslab ishlatib yurasiz, foydali bo'ladi degan umiddamiz. Xo'p, bugungi eng kerakli sovg'alarimizdan yana bittasi. Ko'pchilik bunaqa narsalarni qidiryotdi. Oddiy mashinada ham, oddiy JM mashina haydaydiganlar ham, BYD haydaydigan okalar ham ko'pchilik qidiryotdi. Bu nima sovg'amiz? Bu kompressorimiz bo'ladi. Kompressor X3 modelimiz. Bu kompressorimiz bemalol 3 yoki 4 bargacha ko'tarib beradi. Logkovoy mashinalarning hammasini bemalol yuradigan darajada damlab bera oladi. Endi katta mashinalarga bu kuchi yetmaydi. Logkovoy mashina haydaydiganlarga komplektida hop yoniga qo'shib beramiz biz. RAM komplekt, buni ishlatishni bilgan okalar biladi. Qanaqa kerakli, qanaqa foydali narsaligini, o'zini ichida jgutlari, o'zini ichidan hop nasatkalari, lezvalari chiqadi. Bemalol o'zingiz alishtirsangiz bo'ladi. Ketidan bemalol kompressor ishlatib damlab olsangiz bo'ladi mashinangizni. Hop, Abdug'ani aka tark etdilar. Hop, keyingisi kompressor to'planma o'yinimiz. Bismillah. Hop, 6-raqam kompressor to'plamimizning egasi Mamatov Anvar aka. Mamatov Anvar akaga inshaalloh nasib qildi. Kompressor to'plamimizni okajon yaxshiliklarga ishlating. Agar prямой efir ko'rib turgan bo'lsangiz, Instagramimizda qo'yilgan nomerlarga telefon qilsangiz, bemalol qayerdan olib ketish to'g'risidagi ma'lumotlarni berishadi. Agar prямой efir ko'rmayotganlarga biz обязательно mana shu prямой efirda aytgan ismlarimizga aloqaga chiqamiz va topshirayotganimizdek o'tizlarni ham albatta qo'yib boramiz inshaalloh. Hop. Hop, okalar. Bu mo'yka to'plamlarimizni ko'rdinglar. Salon to'plam va balon yamash uchun kerak bo'ladigan to'plamlarimizni o'ynadi va eng kerakli sovg'amiz, endi ko'pchilik kutayotgan sovg'amizni o'ynash vaqti keldi deb o'ylayman. Agar sizlar ozgina qo'llab-quvvatlab yuborsanglar, nimadir davay debman, go debman, nimadir yozib yuborsanglar, xudo xohlasa o'ynaymiz. Inshaalloh baxtli inson borib keladi sentabr oyida. Hop, nima qilish kerak? Agar aka bu yoqda sizni ism familiyangiz chiqmagan bo'lsa yoki siz bizdan tovar xarid qilmagan bo'lsangiz, tovar xarid qilasiz. Bizning mahsulotlardan bilasiz, 5 ta brendimiz bor: Airline, Carville Racing, Triali, Loser. O'sha brendlarimizdan mahsulot xarid qilasiz. Bizning Instagramimizda ko'rsatilgan nomerlarga Telegram orqali xarid qilgan mahsulotingizni rasmi va ism familiya nomeringizni jo'natib qo'yasiz. Keyin bolalar bu yoqda sizni aksiya ishtirokchisi qo'shib qo'yishadi. Bu yoqda keyin sizga tartib raqam beriladi. O'sha tartib raqam bo'yicha bu yoqda o'ynalyapti. Xudo xolisa bu xarid qilgan insonlarga ham o'zini tartib raqami berilgan, o'zligini xabari bor oldindan. Bu yoqda endi tasodifiy baxtli inson tushib qoladi. Xudo xolisa. Inshaalloh endi bir haftadan keyin mo'yka to'plam, kompressor to'plamlarimizning qolgan yarmini o'ynaymiz. Hozir endi glavniy prizlarimizdan bittasi biletimizni o'ynaymiz inshaalloh. Agar xarid qilmaganlar bo'lsa, oramizda prямой efir ko'rib turganlardan bo'lsa, bizning tovarimizni xarid qilinglar. Keyingi haftaga yoki hali Matiz konkursigacha hali deyarli 3 haftadan oshiq vaqtimiz bor. 3 haftacha vaqtimiz bor. Bemalol ulgurasizlar akalar. Qancha ko'p, yana bitta narsani aytib qo'yaman. Bizdan qancha ko'p mahsulot xarid qilib, o'sha mahsulotlarni alohida jo'natsangiz, sizga alohida tartib raqam beriladi. O'shani ham esdan chiqarmanglar. 5 ta narsa xarid qilib baravar jo'natsanglar, bitta tartib raqam berilmaydi. Alohida jo'natsanglar, sizlarga plus tomoni bo'ladi. 5 ta tartib raqam olasizlar. Endi tushish imkoniyati ko'proq bo'ladi. Hop, inshaalloh endi biletimizni o'ynaymiz. Endi kim bo'lar ekan o'sha baxtli inson? O'zim ham qiziqib ketyapman. Bu yoqda men ham ismlarni tayyorlab qo'ya qolay. Inshaalloh
Akalar yana bitta bir dona podderishga berib yuborsanglar, inshaalloh bosib yuboramiz. Hamma yig'ilib olsa. Ko'pchiligiga qiziq bo'lsa kerak. Rossiyada bo'lib o'tadigan drift show, RDC drift showga borib, Russian drift show deyiladi, ya'ni borib tomosha qilib, yo'l kira xarajatlari, yeb-ichar xarajatlari, joy masalasi bizga tomonidan hal qilib beriladi. Albatta, bu bes problem. Sizlar tarafdan faqat aytganimdek boya aytib o'tganimdek, faqat zagran pasportinglar bo'lsa bo'ldi. Yo'da rasxod, pasport hech nima bo'lmaydi. Inshaalloh boshladim akalar. Xo'p, tayyorlab olganmiz. Okalar, yana eslatib o'taman, bu hech qanaqa laxatron programma emas. Ko'rsanglar bo'ladi. Biz o'zimizni tekshirib ko'rdik. Bu tasodifiy raqamlarni belgilab beradi. Hech qanaqa bunga nima deydi, vizlom qila olmaysiz, qanaqa raqam tushishini siz aytib bera olmaysiz, tanlab bera olmaysiz. Bismillah. Boshladi akalar unda. Biletimizning g'olibini aniqlaymiz. Inshaalloh. Oluvchilarni jo'natib tursanglar, o'zim ham qo'lim qaltirab, bosaymi bosmaydi bitib. Menga ham qiziq bo'lib ketyapti. Kim borib, u yoqda tomosha qilib, biz tomonidan bismillah boshladi. Voy, 20-raqam inshaalloh bizning g'olibimiz bo'ldilar. Biletimizning g'olibi. Tabriklab qo'yamiz. 20-raqam. Hozir ularni ko'ramiz. 20-raqam. Xo'p. Muhammad Hamidullayev Muhammad aka. Agar siz promo efirimizda ko'rayotgan bo'lsangiz, inshaalloh sentyabr oyida biz kunini ma'lum qilib aytamiz, to'chni qaysi kunligini. Undan oldin sizga bolalar aloqaga chiqishadi nomeringizga. Nomeringiz bor bizda. Biletimizning g'olibi bo'ldingiz aka, tabriklaymiz inshaalloh. O'sha baxtli insonimizni 20-raqam. Hop, Muhammad Hamidullayev Muhammad aka, inshaalloh omadingiz bor ekan aka. Ko'pchiligiga tushmagan narsa 20-raqam aka. Ko'rdinglar akalar, kim yutganini, kim g'olib bo'lganini ko'rdinglar. Inshaalloh omadi bor odamlar yutishdi mana. Endi keyingi matizimizga bo'ladigan konkursga ham sizlar ham harakat qilsanglar, inshaalloh halol o'yin bilan mana shunaqa topshiramiz. 20-raqam omadli inson ekanlar Muhammad aka. Biz обязательно o'z promo efirdan keyin sizga aloqaga chiqamiz. Kunini qachon ko'rishib olishimizni gaplashamiz aka. Aloqaga chiqamiz. Agar promo efir ko'rib turgan bo'lsangiz, bizga aloqaga chiqsangiz ham bo'ladi. Inshaalloh undan oldin o'ynalgan har bitta sovg'amizni egasiga biz aloqaga chiqamiz. Biz bu yerda tayinlab qo'ydik. Yoki ular bizdan ko'rgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Qanaqa bo'lib ketishinglarni biz sizlarga tushuntiramiz. Bemalol o'zingizlarning sovg'alarni olib ketsanglar bo'ladi. Inshaalloh hozir yutgan sovg'ani egalari ham keyingi o'yinlarda ham yana ishtirok etsa bo'ladi. Mumkin emas degan joyi yo'q. Inshaalloh endi ishtirok etmaganlarga keyingi matizgacha bo'ladigan konkursda yana orada bitta mana shunaqa mo'kat sovg'alarni, kompressor to'plamlarini qo'yamiz. Ularda omad tilab qolamiz. Главный prizimizni sizlardan chiqarmaylar akalar, Matiz avtomobili bo'ladi. Inshaalloh Matiz avtomobilini o'ynaymiz hammanglar bilan. Ko'pchilik so'rayapti akalar, nimaga hammaga o'xshab yangi mashina qo'ymadinglar deb so'rayapti ko'pchilik. Nima sababdan yangi mashina qo'ymadik biz? Matiz avtomobili bizga kerak edi. Sababi biz u Matiz avtomobiliga 170 xildan oshiq bizani o'zimizning zapchasimizni o'rnatdik va u zapchaslarni xizmat ko'rsatishiga 1 yil garantiya, zapchaslarni o'zini garantiyasi 2 yilgacha beriladi inshaalloh. Yutgan odam 2 yilgacha mashinasidan hech qanaqa xavotirsiz haydaydi. Agar u sulchasi bo'lib qolsa, u aybi chiqsa, bemalol tekinga biz xizmat ko'rsatib beramiz u mashinaga inshaalloh. Shuning uchun Matiz avtomobili qo'ydi. Endi ko'pchiligiga qiziq bo'ladi bu albatta. Endi yangi avtomobil to'g'ri yangi baribir, lekin bu yoqda Matiz avtomobili qo'yib 2 yil garantiya berish, menimcha bilmadim, hech kim bermaydi menimcha. Xo'p, okalar. Bu yerda sovg'alarimizni tayinlab qo'ydik, egalarining nomerini yozib, tayinlab qo'ydik. Promo efirdan keyin aloqaga chiqamiz albatta. Bu yerda yana hali ham ekranimizda 20-raqam turibdilar. Aka inshaalloh biletimizning g'olibi bo'ldilar. Bu sovg'alarni ham egalariga topshirayotganda albatta o'tizlarni qo'yaman. Bu misol uchun tanish bilishchilik bo'lgani yo'q.
20-raqam egasini ham men umuman tanimayman. Ular bilan ham xudo xolisi ko'rishib, gaplashib, sizlarga storiesga chiqamiz. Hammaga omad tilab qolamiz. Keyingi shartlarni tushuntirdim degan umiddaman. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Karvilga obuna bo'lib qo'yinglar, bizdan uzoqlashmanglar.